Voy, to'xta o'rta, sardor sotdi ekan. Ha, yur. Yo'q, qarzim bor o'rta. Narsa qilmaydi, yur. Bo'pti, yur. Ha, Ro'shanmi o'rta? Ha, Ro'shan. Как раз bora qarzi bor edi. Erta beraman, indin beraman deyurdi. Hozir olamiz kirsan. O'rta tuzimisa? Pulim yo'q edi. Mana buni shunday yozib qo'yibdir. Erta beribsan. Men buni ko'rsam, imini san uchun yozib qo'ydim. O'rta, hozir senga bitta narsa ko'rsataman-da, o'zingni qanaqa odamligingni bilib olasan. Yana nima qilib yedirmoqchisan meni? Savol bermagin-da. Hozir men sendan $100 so'rayman. Nimaga, qachon berasan deb so'rama o'rta. Ber $100. Mana senga $100. O'rta, his qildingmi? Sen o'zgarding. Hattoki itga suya bermas eding. Hozir qara, $100 pul berding. Sen o'sha o'svotsan o'rta. Senda boshqacha hissiyotlar bo'lyapti. O'zingga sezilyaptimi? Gaplashamiz. Sog' bo'lgin. Ey Xudo, o'zing kechir. Pul uchun nimalar qilmaysan odamga? O'rta, sen ham sezdingmi? Menda hech qanaqadir boshqacha hissiyot uyg'onib ketdi bor bu bolani gapidan keyin. Ha, sezdim. $100 ga